Mana otaxonni to'xtatib hozir so'raylikchi, qayerlardan kelyapti ekan. Qani, otaxon. Assalomu alaykum. Yo'l bo'lsin endi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Bu yo'l oldingiz, qayerga yo'l oldingiz? Vodiy tomonga ketyapman. Vodiy tomonga? Ha. Qayerlardan kelyapsiz endi? Men o'zim Namanganlikman. Namangandan chiqib Samarqand, Buxoro, Qoraqalpoq, Xorazm, Nukus, buni Xiva bilan aylanib Toshkentga borib, nevaramni ko'rib kelyapman. Hamroh yo'qmi, hamroh? Yo'q, hamroh yo'q. Bitta o'zim chiqdim. Sheriklarga aytdim, ularning ishlari bor ekan. Keyinroq borarmiz dedilar. Hamroh endi Allohning o'zida. Endi yo'l bo'lsin, yo'l qayerga endi? Endi shu Namanganimizga ketamizda nasib qilgan bo'lsa, sog' salomat, Alloh yo'limizni bersa, o'sha yoqqa ketmoqchiman. Bu endi Xudoolasin qanday niyatlar bor? Qayerlarga harakat qilyapsiz? Endi nasib qilgan bo'lsa, shu nargi yilga Alloh agar umr bersa, shu umralarga borib, ziyorat qilib, haj qilib, Xudoning uyiga borib, bir tilovat qilib kelmoqchiman. Endi hozir nima qilmoqchisiz endi? Qayerlardan qancha hamrohlar yo'q, bitta o'zingiz. Endi hamrohlar yo'q, endi Xudoning bizda Xudo bor-ku, Xudo ko'rib turadi-ku. Endi butun O'zbekiston ahliga hammalariga sog'lik, salomatlik tilayman. Hammalari sog' salomat bo'lsinlar. Mana shu O'zbekistonimizda doimo mana bayroqlar qo'llab tursin. Farzandlarimiz omon sog' salomat bo'lsin. Mana shu O'zbekistonimizda mana quyosh qo'llab turibdi, doimo shu qo'llab tursin. Hech qanday nimalar bo'lmasin. Sizlarga tarafdorman. Mayli, yo'lingizga omad bo'lsin. Tinch bo'ling. Rahmat sizga ham. Yaxshi yetib oling. Xo'p, rahmat sizga ham.